talabalar katta mehnat va puxta tayyorgarlik orqali keladi. Ana shu jarayonning markazlaridan biri O'zbekiston davlat sport akademiyasiga. Keling, bugun akademiya faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Yangi nigoh klubi a'zolari Toshkent shahar Yangi O'zbekiston ko'chasida joylashgan O'zbekiston sport akademiyasi bilan yaqindan tanishishlari uchun press-tur tashkil etildi. Chempionlikka yo'l oson emas. Sportchilarning kuchli jismoniy hamda psixologik tayyorgarliklari uchun aynan mana shu akademiya tayanch vazifasini o'taydi. O'zbekiston davlat sport akademiyasi 2024-yil 28-may kungi O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori bilan tashkil topgan. 2025-26-yildan o'zini o'quv jarayonini boshladi, birinchi qabulni boshladi. Birinchi qabulda 154 nafar iqtidorli sportchi talabalarni qabul qilganmiz. O'zbekiston davlat sport akademiyasining eng asosiy maqsadlaridan biri yuqori natijaga erishadigan sportchilarni tayyorlab berish va jahonda raqobatbardosh sport trenerlarini tayyorlab berish vazifasi yuklatilgan O'zbekiston sport akademiyasiga. Shuning uchun 25-yil biz 154 ta bola qabul qilgan bo'lsak, 2025-yil 1-sentyabrdan 1-yanvar holatigacha 230 ta medal qo'lga kiritildi. E'tibor beringlar-da, 154 ta bola bilan 230 ta medal. 230 ta medalni 105 tasi xalqaro musobaqalarda. 45-46% medallarimiz bu Jahon chempionati, Jahon kubogi, Osiyo chempionati, Osiyo kubogi va ko'plab MDH o'yinlari, yoshlar o'rtasidagi Osiyo o'yinlari, Para Osiyo o'yinlari, Grand Prix sport musobaqalarida erishilgan yutuqlar. Press-tur davomida akademiya faoliyati bilan yaqindan tanishib, sportchilar uchun yaratilgan sharoitlarga bevosita guvoh bo'ldik. Tur davomida esa akademiya magistranti bilan ham suhbatlashdik. Men Shodiyeva Kamola, O'zbekiston davlat sport akademiyasi magistrantiman. Sport turi bilan shug'ullanaman. Dzyudo sport turi bilan shu kungacha 2 karra O'zbekiston chempioni va sport ustasiman. Xalqaro musobaqalar sovrindoriman. Sport bilan shug'ullanib kelaman. Talabalar uchun ham sport faoliyati, ham o'qish faoliyatini birgalikda olib borish uchun sharoitlar yaratilgan. Alohida ta'kidlashimiz kerak bo'lgan narsa shundaki, biz bu yerda o'zim magistraturada o'qib turib, ham ish faoliyatimni, ham o'qish faoliyatimni birgalikda olib boryapman. Professor o'qituvchilar bizga yordam beryapti bunda. Tajriba almashinuvi, tajriba yig'ish shu jarayondamiz hozir. Mehmonxonamizda 386 ta sportchiga mo'ljallangan xonalar tayyor hozirgi paytda. Shundan hozirgi paytda O'zbekiston davlat sport akademiyasiga 2025-2026 o'quv yillari uchun 154 ta sportchilar saralash orqali saralab olingan, o'qishga qabul qilingan va ularga mana hozirgi ko'rsatadiganimizdek qulay shart-sharoitlarga ega bo'lgan xonalarda yashab, hozirgi paytda o'z o'qishlarini davom ettirib kelishmoqda. Ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi paytda talabalarimizga mana qulayliklar yashashlari uchun, o'zlarini bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. Bo'sh vaqtlarini hamda mashg'ulotlarini mazmunli o'tkazishlari uchun bizada trenajyor zallarimiz ham, ya'ni mashg'ulot zallarimiz ham mavjud. Hozir mana ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Sportchilar uchun ovqatlanishga yaratilgan shart-sharoitlarni ko'rib o'tamiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Hozirgi paytda mehmonxonamizda
sportchilarni mashg'ulotlarni olib borish uchun trenajyor zalimizdamiz. Bu qismimizda boshlang'ich tayyorgarlik jarayonlarini o'tishsa, keyingi bo'limimizda esa asosiy yuklamalarni olish mumkin bo'ladi. Demak, bu yer sportchilar uchun ertayu kech ochiq bo'ladi. 24:00 o'zlarini agar vaqtlari bo'lsa, bemalol shug'ullansa bo'ladi, shundaymi? Albatta, bu sportchilarimiz o'sha kunning o'sha belgilangan vaqtlarida, o'zlariga bo'sh vaqtlarida va o'sha ertalabki badan tarbiyalarini barcha vaqtlarda bemalol kelib o'sha joylardan, shu trenajyor zaldan foydalanishadi. O'zbekiston Sport akademiyasi bu shunchaki sport majmuasi emas. Bu yerda zamonaviy infratuzilma, ta'lim va sport bir maqsadda uyg'unlashgan. Katta mehnat hamda tizimli mashg'ulotlar orqali kelajak chempionlari tarbiyalanyapti. Aynan shu maskanda yangi O'zbekiston sportining shonli tarixi yozilmoqda. Assalomu alaykum, Samandar, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?